Allohga muhabbatim bor deb hamma gapiraveradi. Allohni yaxshi ko'raman, Allohga muhabbatim bor deb turib, insonning qalbida iztirob, qo'rquv, xavotir, siqilish, g'am turibdimi? Demak, bu da'vosi yolg'on. Allohga muhabbati bor odam iztirobda bo'lmaydi, siqilishda, g'amda bo'lmaydi. Mana endi tushunyapsizlarmi muhabbatni nimaligini? G'am yo'qmi qalbimizda? Bor. Siqilish yo'qmi? Bor. Noshukrchilik, norozilikchi? Albatta bor. Demak, hali biz muhabbatni nima qilmadik? Totib ko'rmadik. Ammo Allohni fe'lan yaxshi ko'rgan bo'lsang, haqiqatan qalbingda Allohga nisbatan muhabbat bo'lsa, Alloh seni qalbingga nurni ato qiladi. Tilingga hikmatni beradi. Buni totib ko'rsang keyin bilasan. Insonning ruhiy holati chatoq bo'ladigan bo'lsa, stress bo'ladi, infarkt bo'ladi, insult bo'ladi. Mo'min odamchi, Allohga muhabbat bilan qalbi to'lib toshgan bo'lsa, Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi. Bergani ham sinov edi, olib qo'ygani ham sinov.